yaxshi novdalar borligi uchun mana ingichkaroq novdalarni, siqilib qolgan novdalarni olib tashlanyapti oradan. Imkon bo'lsa shu yer tok nimalardan ko'ra mana shu simbag'azni ko'proq hosil beradi, ko'proq nima qiladi, shudgorlash, nima qilish ham oson bo'ladi. Chopuv qilishga, sug'orishga bemalol texnika kiradi. Mana 3,5 orasi, tub orasi 3 metr. Mana 1, 2, 3 ta qavatda juda qalin bo'lmaganligi uchun mana bitta yaxshi, o'rtacha yaxshi novda, 3 ta novda qavatda. Mana shunda taraladi xolos bahorda. Mana bu ingichkaroq bo'lgan, shuning uchun bularni kaltaroq qilib bitta novda qo'yilgan. Bu endi keyingi yilga mana buni baquvvat bo'lib yaxshi o'ssa, yana nima qilaveradi. O'zini katta kichik nimalariga qarab kesilaveradi. Qalin katta shoxga bunday qilib 2 ta 3 ta qo'yilmaydi. Kattaligiga, qalinligiga qarab mana qalinroq, shuning uchun 3 ta katta shox qo'yilgan. Bu ingichka bo'lgani uchun mana bu kaltaroq, bitta sal uzunroq 6 ta 7 ta ko'zli qo'yilgan. Keyingi yil bu o'ziga kelib yana ham baquvvat bo'ladi. Bu ham rizamat ulangan o'tgan yil. Bu yil hosil ham bergan bular. Xudo xolasa mana bu yo'li kesib bo'lindi. Bu yo'q. Xullas juda ham qiyin emas. Oralardan ozgina nozikroq shoxlar olib tashladi. Baquvvatroqlari qoladi. Chiroyli shoxlar. Nozikroq bo'lgani uchun kaltaroq kesildi buni. Keyin bir 3 kalta degan narsa bor. 3 kalta degani bir so'rashuvdi. Mana shu 1, 2 ta kesilgan eng tegidi bitta 2 ta kaltadan chiqqan novda shu 3 kalta hisoblanadi. Mana shundan 2 tasidan chiqqan uzun kattaroq bosh bo'ladi. Qishga saqlashga ham zo'r bo'ladi. Husaynlarda, Damskiylarda shunaqa qilishadi. Agar qo'shimchalar bo'lsa ham ustozlar to'ldirishar. Buni avatari kesib ko'rsatib beradilar. Toifaga ulangan, 20 yillik toifaga ulangan avatar. O'tgan yil ulangan, bu yil mana hosillan berdi. Ozgina shoxlar, endi keyingi yil yana ham xudo xolasa hosilni ko'ramiz. Novdani yaxshi bergan. Mana kesib bo'ldi. Mana 1, 2, 3, 4 ta shox qoldi. Mana kamida bir qarich. O'tda mana bir xillari bundan ham ko'proq. 1, 2, 3, 4 ta mana zapasi bilan 5 ta qavatda. Xudo xolasa mana shundan keyingi yilga hosil olaveradi. Assalomu alaykum. Mana Kesuvdingmi? toifaga ulangan rizaman. Mana. Ketdi. Yangi avatar bo'lsa, misol uchun Lamborghini bo'lsa, qanaqa uzun bo'lsa, agar parxish qilib qo'yilsa, 1 yilda o'zi ildiz otib, sekin nima qilaveradi. Kerak bo'lsa ko'chirib, ko'chat qilib olinadi. Agar qoladigan bo'lsa qolaveradi. Yana hosil beraveradi.
Mabodo sovursa ham tagidan o'sha Lamborghini avatar yana boshqa nima sort bo'lsa, rizomat chiqib kelaveradi. So'ri qilishadigan bo'lsa, mana so'riga chiqqandek bu mana. So'riga. Agar so'ri qilish niyati bo'lsa, kimdir mana shu 3 kalta deyiladi, mana shu zangining uchidagi kalta 3 kalta hisoblanadi. Mana shuni so'riga chiqarib olib, bu yoq nimalari olib tashlaveradi, to'g'rimi? Biz hozircha so'ri emas, mana shu shpaler uslubida qovamiz shpalerga kesilyapti. Hop, tegi 20 yillik toifaga ulangan rizomat. Bu yil 2-yil xudo xolisi. Mana shpalerda beton stalbasim shpaler deyiladi. Olib borilyapti. Bu yil ham bu o'tgan yilga ulangan nimalar? Rizomatlar. Bu yil nishona berdi, yaxshi hosil berdi, xudo xolisi. Nodalar ham mana yaxshi pishgan mana. Ko'rinib turibdi, qizarib, mana kurteklari ham yaxshi bo'tib turibdi. Xudo xolisi qishga tayyorgarlik. Nechta kurtek qoldiramiz hozir? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ta kurtek qoldiramiz. 11 ta 13 tagacha. 13 tagacha mana kurtek qoldiramiz. Uzunroq qo'ysaydan 14 tagacha qo'yib beramiz. Agar nima bo'ladigan bo'lsa, ko'proq qo'yish ham mumkin. Bahorda ko'k xomtok paytida yoqmaganini, siqilib qolayotganini orasidan maydalab olib tashlaveradi. Bu hech qanaqa nima bermaydi. Mana tegidan chiqqan kerak emas shoxlar ham olib tashlaveradi. Mana shu orasi 3,5 metrlik uzunli. Mashina o'zi yetarli. Bundan ko'p. O'shandan aytingda, tan ko'p qo'yishmasin. Mana nodasini sanab. Yungi uzun bu. Mashinadan ko'p. Zichlashib ketadi, ertaga qalinlashib. Hop, 1 2 3 4 5 6 7 ta qo'yildi hozirgi. Bu yoshiga qarab. 10 tadan bo'lsa 70 ta kurtek qo'yilyapti-da, shunda. Mana. Mana. Tupli yosh ulanganini ko'rsating. Ana u ham xuddi shunaqa. O'tgan yil hayvon bo'lgan. Mana. Bu yil hosil ham bergan mana shu nimalarda hosil bo'lgan mana. Yaxshi hosil olingan. O'shanani o'zi yaxshi, yangi hosildan ham zo'r bo'ladi. Shundoq bo'pti bu yil. Mana. Bu mana orasi nimalar shoxlar olib tashalyapti. Zichlashtirib bir-biriga xalaqit qilmaslik uchun. Ayniqsa chiroyli qip-qizil pishgan baquvvat shoxlar qoladi. Barmoqdek sharoitga qarabdi. Orasi yaqin bo'lsa kamroq, orasi uzoqroq bo'lsa ko'proq noda qoldirsin. Qilib qolmasligiga. Mana shu yaxshi noda baquvvat, mana shu 4 ta qoldirdim. Bittani o'zi mana shu ko'taradi buni. Ortcha agar bir-biriga nima bo'lib ketadigan bo'lsa, oradan olib tashlaveradi. Chiroylilar. Mana. Mana. Shu baquvvatlari bor ekan, hozir. Qoldirdim endi.
Hop, mana bunda 3 ta. Keyingi payvandimizda 3 ta qavatda. Yaxshi pishgan kalteli qo'yilyapti. Orasi Slabiylar endi ko'p bo'lsa, shu slabiyroqlarni olib tashlaveradi. kamroq qoldiradi. Ha. Endi kam bo'lsa yoki yo'q bo'lsa, noiloj shu pishgan bo'lsa bo'ldi, qolaveradi. Shu ikkinchi simga qarab mo'ljal olinaveradi ko'proq. Shu 1 bilan 2 ni emas. Mana parqish bo'lib kelgan, yangi hosil beradi, novdan zo'r bergan. Mana shundan kesib qo'yamiz buni. Mana shu tubdan kelgan mana parqish bo'lib. Mana bitta novda bor ekan, yaxshi, buni parqishga qoldirib qo'yamiz yangi. Parqish degani o'sha o'zimizning shu farhama yangi sortlar bo'lsa, qimmat sortlar bo'lsa, mabodo mana shu yerga tiqib nima qilib qo'ysa, keyingi yilga baquvvat ko'chat bo'ladi, yaxshi ko'chat bo'ladi. Mabodo. Faqat chuqurroq bir 40 sm, 50 sm chuqurroq ko'mib yuborish kerak bir. Ha. 50-60 ko'm ursin chuqur qilib. Ha, chuqur qilib nima qo'rilsa, yer zaxi anaqasi bilan ildiz chiqarib zo'r rivojlanadi.